Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan aziz vatandoshlar. Uyg'ur harakati tashkilotining bilim kuch qarorlik to'g'ri suhbatining 10-chi qitimli suhbatiga xush keldinglar. Men Mukarram Qurbon, avval hammanglarga chin yurakdan salom yo'llayman. Bugungi programmamizda Fransiyada yashayotgan ilmiy tadqiqotchi Dilnur Rayhon biz bilan birga. Hurmatli Dilnur Rayhon xonim, bugungi suhbatimizga xush keldingiz. Rahmat, hoş olduk. Siz o'zingizni qisqacha bir tanishtirgan bo'lsangiz, sizni Dilnur Rayhon deb tanib kelyapmiz Facebook'larda. Benim ismim Dilnur Rayhan, to'liq ismim. Şu Fransiyada o'qishga kelgan. Kelganimga shu yilning oxiriga 16 yil bo'ldi. O'zim sosiologiya, jamiyatshunoslik doktori. Endi shu bir necha yildan beri Fransiya Sharqshunoslik institutida Uyg'ur tili darsi beraman. Ondan başqa hozir Belgiya Erkin universitetiniki doktoraştı tədqiqatçısı. Şunun bilan bu yemi Avropa Uyğur İnstitutununki reisi. Siz Fransiyaya kelgan shu yillardan beri o'zingiz tadqiqot ishlaringiz bilan siz deganimizda shug'ullanish bilan natija qozonish bilan birga bularni yaqinqi vaqtda davodimi ijtimoiy axborotlarda ko'p tirishdingiz davolarimizni anglatish uchun. Fransiyadagi bir muhim davlatda turish sifatingiz bilan fransuzchadagi puxtaligingiz ham ingliz tilidagi ortiqchiligingiz bilan davoda ko'rinarli bir rol o'ynab kelyapsiz. Mening esimda bo'lmish bir ovoz bir qadam hareketimizde 2018 3-15 kundaki şu çağdım siz yazıdığan baş tıllar yazıdığan hatta Belgiyadaki qaysi til bilmedim şu tıllardan o tercüme kılınışı yazılışı hemmesiga yardımcı bo'lgandingiz. Şu sizni şu bütün qilgan ishlaringizdan tadqiqot ishlaringiz, davo ishlaringiz shu to'g'ri biz bilan ozroq bir bizga so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Amaliyotda men Fransiyaga kelgandan beri ben Fransa'ya jurnalist bo'laman deb kelgandim asli. Men 20-21 yoshlarda kelgan. Jurnalist bo'laman, vatanning ahvolini, Uyg'urlarning ahvolini fransuzlarga tanıtaman deb kelgandim. Shu maqsadda kelganman asli. Şu an kelib tilni jenim chiqqichi, tilni darhol o'rganishga tirishganligim shu. Onun kendinden bir mezgil ixtiyar muxbir olup Fransiyadaki bazı jurnallarda işlep baktım. Ama o elbette mening o yaş 20 yaşta kelip o'ylaganimdek bo'lmaydigan, albatta jurnalist qilish herkes o'zimizning qo'lidagi ish emasga, bu boshliqlarga qanday teminni tayyorlab bersa, sizni shu yerga evet ekan. Shuningga men qo'l uzib, shu vaqtda ham o'qiyotgan kasbim ben communication yani uçur alaka okuyan çünkü işkirde ben şunu okuyandım. Şunun ahırını magistrlik okup onun kendinden şu ihtiyar muhbirlikten bir mezgil bazı gazetlerge. Onun kendinden şununla üyedin communication okup olanın keyin Fransiya'nınki dünyadan bir nimesi var. İkinci orundaki communication şirketi Publicistep. Şu şirkette işledim kadar olup, şu şirkette bir yıl işleptim ben. Onun kendinden, lekin ben büyügemde başka sebeplerim var, lekin onun kendinden ben bu Fransiya'ya pul tepiş için gelmegen bir şirkette işlep. Şuna yanıla bir nas kamptemende. Şunun kendinden qarab, cemiyetşünoslik, yani cemiyetşünoslikninki bu köşmellik siyasi ve köşmellik cemiyetşünoslikni kitaptım. Şunun bilan o'ylaganimda men mening qildig'im masala shu deb, şunun bilan shu cemiyetşünoslik o'qidim ondan. Onun kendinden uni bitirib, ondan doktorlikni shu paytda doktorlikni shu 3 yil oldu tugatgan hozir. Endi bu jarayonlarda amaliyotda men onun kendinden dava amaliyotda men asl shu niyatda kelgan bo'lgan ekan Fransiyaga. Elbette o nihayet tabii halde dava mening hayatımın bir kısmı azaldan 20 yaşımda kelganimdan beri amaliyotda. Lekin faqatla o'xshamaydigan yeri hozirgi bilan. Men kelganimdan beri davani men madaniyatimizni qo'g'dash, tilimiz, madaniyatimizni shularga ko'rsatish, bizning qanday bir isil bir madaniyatga ega millat ekanligimizni ko'rsatish. Mushu bo'lgan asosiy jihatdan.
Şuna biz keyin onun keyin men 2009-yili bir qancha Uyg'ur va fransuz bolalar bilan birlashib o'qishlar uyushmasi qurdik. Shuning 10 yil jarayonida har yili fransuz universitetlarida biz Uyg'ur madaniyat festivali o'tkazdik. U madaniyat festivalida men keyin yana fransuz Uyg'urshunoslarni taklif qilib 2 kun uda Uyg'urshunoslik yig'inlari, uningda zerikib qahlar zerikib qolmasin deb madaniyatimizni ko'rsatib, shunday shaklda ifodadik. 10 yillashda qildik. Şuna dava ezelden babıp geldi endi. Hem de hazır okşumaydigan yeri lagerlar çıkkandan keyin bolsa nima bekrek hem de mundaq bir ihtiyaç doğuldu Fransiyada. Çünkü Fransiya'dan birgamning kendidan burunqi vaqtlarda mening undaq dаңlıq Fransiyaning dаңlıq medialarda ovoz elib, yer elib tushundirgudek birga salohiyat masalasi bor. U chaqlarda men faqat magistr o'quvchisi fransuzcha hozirgidek yaxshi holatda, bu qadar yaxshi holatda emas. Gerçi hozirmi yana davomli tirishib to'g'ri kelsin. Onun kendidan birga salohiyat masalasi, yana birsiga Fransiyaningki bo'libmi elitleri bu nimeler nayti hakavur. Salohiyatga intayin diqqat qiladi. Shunga u albatta bir magistr o'quvchisini ko'zga ilib qo'ymaydi endi. Onun birga bu masala bor. Shunga maqola e'lon qilish deganlarni men faqat maqolalarimni doktorlik chiqqandan tortib e'lon qilishga boshladim maqolalarni fransuzcha. Onun keyin yana birsiga yana bir o'zgarish bo'lsa, men birga doktor oldum. Salohiyatim o'xshamaydi birga. Onun keyin meniki ifodalash, yozish qobiliyatim o'xshamaydi burunqiga. Albatta, yillar bo'yicha yaxshi bo'lib qolmadigan gap. Onun yana intayin muhim bir sebep Fransiyada Uyg'urshunos asosiyatdan yo'q. Sapla Jongoşunoslar, Xitoyshunoslar. Bu Xitoyshunoslar onun keyin Uyg'urshunos bo'lmagandan keyin Uyg'ur haqida bir ish bo'lsalar, bir gap bo'lsalar, radio, televizorlarda mushular. O'zingiz bilgandek, xalqning ishi tomizda qo'l to'ngdiribdi degan gap bor. Bu o'zimizning ishini boshqalar hargiz bizdek anglatamaydi. Her qancha yaxshi niyatli bo'lib ketdi degan taqdirdami. Men davomli har bir qitim Uyg'urlar haqida, bu Xitoyshunoslar Uyg'urlar haqida radioda, televiziyada so'z olgan chog'da terkib bo'g'lab qolardim. Chunki uning keyin bizdek qilolmaydi. Ya'ni bizning o'ylaganimizdek. Shuning uchun hamda shunga uning keyin ovozini anglatish uchun cho'qim tilni mukammal shaklda mushlarning ko'z oldiga tikilib qarayoligidek Malanınki közge ilmaslıqıga yer bermegidek bir daraja kelish kerak endi. Onunga vaqt ketib bizga o'xshash 20 yoshda kelib bu yerga kelib til o'rganganlarga. Shunga bu jarayon bor, shu bir necha xil shaklda endi shunga nima bu nagir chiqqandan beri ahvolninki meningki da'voga safarbar qilishim va da'voda bo'lishimninki faqat shakli o'zgardi. Burun amninkendan o'quvchi bo'lganligim sifatida o'quvchilar uyushmasi bilan Uyg'ur masalasini Uyg'urshunoslik yig'inlari va Uyg'ur madaniyat faoliyatlari orqali maktablarda, oliy maktablarda qilib kelgan bo'lsak, men lager chiqqandan beri birga men doktorligimni tugatdim. 2017-yil tugatdim men doktorligimni, lager chiqqan mezgillarda. Onun kaynadan yana birsiga fransuzcha nimalar to'liq yozish jarayonida yoziqchiligim yaxshi. Fransuzcha aslida men Uyg'urchada yoziqchiligim intayin yaxshi o'g'ashqa nima ana tilimda. Men fransuz tilida yozishim unda bek qiyinga to'xtamadim-da. Faqat lekin hamda fransuz tilida boshqa tillar qaragan chog'da nima bilan adabiy til bilan odat tilning farqi intayin zo'r. Şuna onun keyin işte şu anda şekli o'zgardi. Şu 2017-yildan beri men bekrek nima cho'ng gazetlarda yoki bo'lmasa cho'ng jurnallarda maqola e'lon qilish Uyg'ur masalasi haqida, uning keyinidan radio televiziyalarda bevosita boshda uning keyin televiziyaga chiqishni xohlamadim 2000 yil oxiri qadar. Lekin uning keyin ovoz nima yuzimni chiqarmay davomli qilib turdim. Radyoda beriverdim. Lekin o mening ovozimdan ham dunyoning nerede olsa har qanday odam meniki bir qitim ko'rgan bu ağlagan bo'lsa meni tanib oladi ekan.
Şunun bilan bultur yillardan beri televiziyaga chiqishga majbur bo'ldim. Birga ahvol, Uyg'urlarning ahvoli hamda men yana nima qilishga chidab turardim birga. Ana yana birisiga hech o'rinmi qolmadi. Chunki mening ovozimni yillardan beri hammadan to'nib ketganligi uchun uning o'rnim yo'q. Undan keyin yana birisiga men maqolalarimda Dilnur Rayhon deb ochiq qashqar, hamma nima deb ochiq qashqar ishiltaman. Hamma yerda ochiq qashqar bo'lgandan keyin baribir o'rni yo'q. Shuning uchun uning ustiga yana abiyam degandek televiziyada men chiqmasam yana shu nima Xitoy shunaslar biz uchun gap qiladi. Ularninki deydig'ini xuddi o'zinglar biladigandak birinchi bo'lib kaplab qo'ydig'ini Uyg'urlar 2013-2014 yillarda bir qancha qitim terrorist nimalarni qilgan bo'g'ashqa deb mushunda boshlaydi. Ya'ni chunki o'zimizning u xalqning ishida u. Xalqning ishi tomizda qo'ldan o'zingizga olmasangiz ashunda bo'ladigan gap. Şundan kaynadan axir bo'lmadi. Men chiqmasam, shunda qilib televizorga o'nim qilgan bo'ldim. Shunga bakrak hamdaylik sizlarning ko'zinglarga bakrak chilqib ketganlik shu yerda hamdaylik televizorga chiqish ayrim bo'lgan ekan. Boshqalarga men Fransiyada shunday ham deb faqat Uyg'urlardan emas. Shu jarayon hamda uzunroq bo'lib ketgan bo'lsa kechirsiz gapim. Yoshlarga sizning mushuni anlaganki yoshlar cho'qim aytdi, qiziqadi, o'ylaydi, men bunday qilsam bo'ldi. Siz mushu o'zingizning bilimlaringiz bilan mush qilayotgan ishlaringizda paketni, dalilni so'zlab tursiz. Biz mushuna bir millat deb ham o'zingizning tadqiqot ishlari hammasiga moslashtirib qilsiz. Siz mushu jarayon bizning xonim qizlarimizga, yoshlarimizga qilgan bir tavsiyalariniz bormi? Yaxshi o'qiganki kasblaringiz bilan birlashtirib shunda da'vo anglatish deganda qaysi yerlarga diqqat qilib qandaq bir yo'lda maqsad bo'ldi yoshlarimiz. Bunun bir qancha masala bor. Ya'ni mayli qaysi kasbda o'qiyli, menimcha bo'lgan chog'da mayli qaysi kasbimizni nima bo'lishidan qat'iy nazar, hammasilar bizning kimligimizga chetildi. Yig'ib etib kelgan chog'da. Uyg'ur bilan aloqasiz xizmat qilayotgan bo'lganlarningmi, chunki undan hammamizningki yiltizimiz shu yerda bo'lganligi uchun hozir bo'layotgan ishlar mushundoq bir xalqimiz butun bir xalq, butun bir nima bo'lish millat bo'lish sifati bilan yo'qolish girdobig'i berib qilayotgan vaqtda xizmatim moddiy men maning bilan aldirashdim va yoki bo'lmasa xizmatimning aloqasi yo'q deb mandaq degan sabab bo'lolmaydi. Men o'tganda nima Erkin Osiyoga deganimdimi nurg'un yaxshi odamlar bor oramizda. Intayin kasb pishgan odamlar va biz ya tanıymiz ya tanımaymiz. İntayin yaxshi odamlar bor oramizda. Hamda gerçek ko'p nachar odamlarni ko'p ko'rsakmi. Lekin siz har qancha yaxshi bo'lib ketsangizmi, agar vatan millat uchun ko'zingizni yumbilib o'zingizningki hayotingizni, bolangizni beqish, xizmatingizni qilish, uyingizni beqish bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsangiz, siz butun odam emas. Yani siz yerim adam yani. Ömür boyu yerim qalasiz. Yani bu şundaq milletimiz bütün millet bo'yicha yo'qolib ketishsa, siz shu ish bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsangiz. Shunga keyin mening deydiganim yana shu mayli yosh qeri bo'lsin, chunki bu yosh qeriga bakmaydi bu ish. Hamma odamningki bir mas'uliyati bor ustida. Bo'libmi yosh cho'nglarningki texmi shundaq, chunki ular ashad tug'ilib cho'ng bo'lgan. Hamda qo'yliq bir yer tug'ilib cho'ng bo'lganlar bolalar texi kichik hozir. Şuna hammamizning ustimizda bir mas'uliyatimiz bor. İnson bo'lish, Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan. Uyg'ur bo'lishdan qutulolmaymiz hech qaysimiz. Undan keyin ham shunda bo'lganligimiz uchun cho'qim vaqtingizningki zo'r bir qismini berishingiz kerak hozir. Burun bermagan bo'lsangiz hech vaqasi yo'q bo'pti. Ammo hozir kim beraman deyish yo'q gap. Kim milletimiz yo'qolib ketsa sizning xatolig'ingiz bor ichida. Shunga cho'qim vaqtingizni bering va vaqtingizning cho'qim muhim bir qismini bering. Har qancha xizmatingiz bo'lsin. Endi oilada ikki odam bo'lsanglar, bir-biringlar bilan tanisha olasizlar. Birsinglar ko'proq, birsinglar ozroq vaqt berganga. Bu birsi, hamda bu yoshga bog'liq emas, hamma odamga bog'liq ish. Ikkinchi narsa bo'lsa, undan keyin bu mayli yosh olsun, yana deydiganim hamma odamga til. Davomli men Fransiyaga kelgandan beri tilim og'zim qurib ketdi, gelim qurib ketdi, tilim lavlarim qurib ketdi, to'la deb til o'rganinglar.
til o'rganmasa, xalqning davlatida yashayapmiz. Xalqning davlatida yashayapmiz. Bu yerning tilini o'rganish bu bir haq. Xalqning haqqini yeyapmiz biz. Çünkü xalqning davlatida yashayapmiz biz. Bizning yerimiz emas bu. Yashayotgan yerimiz. Har qancha boj to'layapman, ba'zilar deb ketadi, boj to'layapman. Albatta to'laysan, xalqning pulini tepayotgan ekan. Endi shunga uning tilni cho'qim o'rganish kerak. Tilni o'rganish, masalan, men deydiganim biz o'zimizni deb baqayli, Uyg'ur davlatimiz bo'lgan bo'lsa, o'zimizning ayrim. Xalq bizning davlatimizga kelsa, panohlik tilab, yoki bo'lmasa xizmat bilan, yoki bo'lmasa o'qish bilan, o'qishmagan sabablar bilan uzun turib qolsa va mushu turish jarayonida bir 2 yil turish jarayonida bizning tilimizni o'rganmasa, bizning ko'zimizga sat ko'rinmaydi. Albatta tilimiz ko'zimizga sat ko'rindi. Shunga uning keyin eng deganda Uyg'urlarda bir maqol bor. O'zingni xalqigacha kuchingni xalq qil deb. Til o'rganish bir kuch jarayoni. Kuchinglarni beringlar, o'zinglarni xalq qilmanglar. Yana birsiga avvalgi chet elda bizning har bir qilgan so'zimiz, har bir bosgan qadamimiz millatimizni belgilaydi. Millatimizga vakillik qilamiz. Shunga mumkin sizning til bilmasligingizmi millatimizga bir dog'. Birinchi bo'lib til o'rganing, undan yana birsiga til o'rganmasangiz, ertaga bolalar cho'ng bo'lib sizni bir tiyinlik ko'zga ilmaydi. Undan keyin yana birsiga til o'rganmasangiz, albatta bu jamiyatda turayotgan jamiyatingizda o'rningiz bo'lmaydi bir tiyinlik. Yanada tuvan holatga qilib qolaverasiz. Undan yana birsiga o'zingizning hojatidan chiqish til lozim. O'zingizning hojatidan chiqamagan keyin xalqning ko'ziga qaraysiz. Shuning bilan texmo ijtimoiy o'rningiz bo'lmaydi. Til bo'lmasa, albatta bizniki hozir bo'layotgan, diasporada bo'layotgan jadal majra nima? Uyg'urcha bir-birisi bilan so'qishish, Uyg'urcha datalash. Xuddi Uyg'urlar bir-birimizning biz dardimizni bilmaydigandek. Uyg'urlar dardimizni bilamiz. Kashkicha atdigandan kashkicha Uyg'urcha datalash qilib videolarda qilishning hech hojati yo'q. Şunların kendi tili günüp, derdimizden altın, bir adam olsun, anlasın, şundak yapamıyor. Hani yan birisiga yaşlara, tili günüş, tilinin puxtu günüştüm başka, çoğum yaxşı okum. Çünkü yaxşı okuş arqılıq, muşu devlet yaxşı orun tepiş arqılıq, başkaları ısıq görünümüz. Biz başkaları çıraylık görünümüz, Uyghur degan manda milletken, bular boş emesken degan narsani bildirimiz. Biz 10 yıldan beri biz üniversitelerde Uyghur festivali uyushtirib keldik. Şu festivalda bizning bergan obrazimiz ularga. Bu Uyg'ur yoshlar nima degan hammasi fransuzchani yaxshi so'zlaydi ekan. Nima degan pokiz adablik nima yaxshi shunchalik yaxshi bu yerga singishgan, o'zlashgan, ham o'ziniki kimligidan mag'rurlanadigan, g'ururlanadigan odamlar ekan degan obrazni berib keldik biz. Ana shunga obraz muhim. Bizniki keyin hali boshqalarning bizning ovozimizni ko'tarish uchun obrazimiz muhim. Ondan yana bir oxirgi bir nuqta yoshlarga bo'libmi deydigan. Hozir hamma odam nima dema bu ijtimoiy tor spullarda, Facebook deymiz, Instagram deymiz, Twitter deymiz. Mushta narsalarda va hamda inson bo'lgandikimiz har kuni o'rganar ekanmiz, har kun bir narsa o'rganar ekanmiz. Fransuzlarning bir gapi bor. Bu akşam aqlliqroq uxlaydigan bo'ldim deydigan. Bir narsa o'rganib olsa. Şunların kendi biz her günü akıllıqroq bo'ladi ekanmiz. Çünkü her günü bir adamlardan bir narsalardan bir narsa o'rganamiz. Har xil shaklda. Shunga men mo shunda qamda yaqindan beri, men bu yilning 5idan beri bir narsa o'rgandim. Instagramni o'rgandim. Hamda unda deganda men madam shunda da'vatman desam, hozir meni qattiq Instagramdan kenim so'p ketdi. Yoshlarga deydiganim Instagramda bo'lin va Instagramda amal bor boshqalarni qachalang, boshqa odamlarniki sizga agishiga nima qiling, turtki bo'ling cho'qim. Men hamda mush yilning 5ida boshlagan Instagramni, aslida Instagramni men maqtanchiqlarning o'z maqtullarning yeri deb o'ylaydim. Amaliyotda undaq emas ekan, hamda o'zingizni qanday ishlatishga bog'liq ekan, yana xuddi boshqa narsalarga o'xshashlar. Shu hozirgi meningki 14 ming 15 mingga yaqin bo'lib qoldi menga ishlaydigan odam shu bir necha oyning ichida. Meningki bilan ancha bak bo'lib ketmaydi. Fransiyadagi yaqindan buyon fransuzlarga bo'lgan o'zgarishlarning kamisi Fransiyada shunday Uyg'ur qizg'inlik qilib ketishidagi amaliyotda sizlarga bir nimasini maxfiyatini deb desam, Instagramdagi
bir neçe bultur yıl ahırdan beri ip berip atkan faaliyetimizninki hemmisi jygyp etip kelgen çagda Instagramdaki faaliyetlerinin täsiri. Başka narsa emas. Hakikaten şunda. Elbette onun kenan ulağı elbette fakat bulamaz-ku. Amma men hem de ömrüm boyu Uygur meselesi kuda mening canım Uygur şunda sızmış wagtjan. Bizning aralashadiganlarimiz Uygur meselesini biladi. Bizning derdimizni biladi. Ularninki do'stlari biladi. Shunga bizningki nazarimizda atrofimizdagilar bilgandekin hamma odam bilgandek tuyg'uga kelganmiz. Chunki gazetlarda, medialarda e'lon qilinayotgan bo'lgandekin shunda deb o'ylaydi ekanmiz. Men shaxsan shunda deb o'ylaydim, toki Instagramga chiqqan qadar. Ammo shundan keyin bildim-ku, amaliyotda Fransiyani pesaq masalan, Fransiyada bir kitob o'qish qizg'inligi va insonlar shunchalik kitob o'qiydi. Shunda bir davlat turib, mutlaq ko'pchilik odamlar Uyg'ur masalasini bilmaydi ekan. Bilmaydi ekan to'q. Men o'ylabdiman, gez jurnallarda besilyapsa, animalar beryapsa medialarda deb. U undaq degan bilan bundaqliq gez jurnallarning mutlaq ko'pchiligi bo'libmi Fransiyada masalan solchil gazetlarda ko'proq berildi. Andan bu gazetlarning gez o'qish bir jamiyatniki bo'libmi bugungi kunda jamiyatniki yuqori qatlamida bir akademik seviya va yoki bo'lmasa umumiy bir yuqoriroq bir saviyasi bor odamlar o'qiydi ekan. Mutlaq ko'pchilik odamlar bo'libmi yoshlar gez o'qimaydi, mediadagi gazetlarni o'qimaydi. Mediadagi gazetlar deganimda to'r dunyosidagi demakchiman. Ularning ko'rdigini shu to'r supillari, ijtimoiy to'r supillaridan ko'rdi ekan xabarlarni va qisqa videolardan. Shunga mumkin bu Instagramda masalan bu meningki men chiqqani bir necha oy bo'ldi. Bu bir necha oydan beri menga ergish bunda bo'lib ketmaydi albatta. Menga ergishganlar ara hozir 14-15 mingga yaqin bo'lib qoldi. Ammo mening ta'limimga va bizning Uyg'urlarning ta'limiga bulturdan beri men Fransiyadan aytib dangliq bir yosh siyosatchi bilan birga ishlayapman. Uyg'ur masalasini shu ko'tarib mengayotdi men bilan. Shu uningki Instagramda masalan 240 ming odam bor. Shu uning bilan biz bultur meninkini qurgan chaqda o'xshash vaqtda meningki bilan Uyg'ur instituti, Yevropa Uyg'ur institutininkini va o'rtaq holda biz bir Uyg'ur News deb bir nima hisob ochdik. Uningda hozir 70 ming odam bor Uyg'ur Newsnikida egishadigan va bularga egishadigan odamlarning ichida influencer, ya'ni ta'sir qilguvchilar bor. Ta'sir qilguvchi, donliq ta'sir qilguvchilar bor. Ularninki bir necha 100 ming, hatto million egishuvchilari bor. Şuna şula taqtıyatdı. Bizden elip şula taqtıb hozir mushu halqa keldi hozir. Bu Fransiyada ko'rganlar metroningki taqqigan, metroga taqqigan Uyg'ur deb taqqigan. Undan keyinidan bu yoshlar yaqindan beri yosh qizlarninki butun Fransiyaning ko'chalarini purkitib bordi hozir chaplab, qog'ozlarni chaplab Uyg'urlar uchun. Andan 15-16 yoshlik o'smir bolalar muhit asrash harakatini qo'zg'agan o'smir bolalar ular hozir mushtabda magazin-magazinlarga kirib, sizning kelganingizda butun Fransiyada hozir ular qo'zg'ab kichik bolalarni magazin-magazinlarga ular kirib, markalarning ustiga nima chaplayotdi, ko'rsatkich chaplayotdi. O ko'rsatkichni men bir necha xil tilda, ular bir necha xil tilda nima qilib tayyor qilib berdi, men uni tarqatdim. İngilizce, Fransızca emas, İngilizce, hatta Arapça, Türkçe degandek har xil tillarda. Uni chaplab magazinlarga kiyimlar chaplab, "Xalqlar menda kiyimni olay deysizlar, nimaningki bahoning o'rniga xat ko'rindi. Buni setib olsangiz Uyg'ur qirg'inchiligiga g'asib qo'shgan bo'lasizlar." Shu ashundaq shaklda hozir butun Fransiyada bir umumiy bir qizg'inlik ko'tarildi va bu qizg'inlikni asos jihatdan yoshlar qilyapti. Mayli qizlarning chaplash harakati bo'lsin, feminist qizlarniki va yoki bo'lmasa feminist qizlar dedim, amaliyotda u feminist harakatining ichida o'g'illar bor. Undan keyindan bu nima o'xshash, kichik bolalarniki, yosh bolalarniki marka harakati bo'lsin, shunga o'xshash umumiy bir qizg'inlik nimadan boshlandi degan chog'da shu Instagramdan bo'lgan ishlar buning hammasi. Shunga undan keyin biz Instagramda Xudoning kuniga bir yangi mazmun chiqarib Uyg'urlar haqida odamlar undan keyindan kunda bizga hozir meningkiga ham 20-30 dakika xat keladi kunda. Shunda qachon nima ish qilamiz, qanday qilib beramiz, Uyg'urlar uchun nima qilamiz, qanday qilamiz degandek qachon namoyish qilamiz, qachon namoyish o'rlashtirsizlar degandek mandaq gaplar va yoki bo'lmasa bizmi qaytalaylik chaplash harakatiga degandek. Undan keyin hozir menga o'zlarining qilganligini ko'rsatish uchun men shaxsiy avatib berdiganlar bor, o'zining qilganini ayrim qilib. Shuning bilan shunda
bu bir kızgınlık. Yani benim demek oğlum gap uzurap ketdi keçirsizlar. Instagram'ninki küçün demekçimen hamdi. Şuna Instagram ve Twitter'ga köp küçanlar mening esqig'inim hamdi üçüdün. Ama Snapchat'ni bilmeymen hamdi. Ama mening esqig'inim manda qarab beqib. Twitter bilan nima Instagram bütün dunyoga nayt keng turda qisqa suratda keng turda tarqaygan. Facebook hamda bizniki azroq bir do'st birodar oilamizga o'xshash, o'zimizga davomli ko'nab qolgan odamlar. Meyli minik nurgun Fransız var iken sundavuz mu künep kalan adamlar var. Yeni adamlarını asosiyatten nimelik men avaylap koşumen. Ama Instagram'da siz koşman sizinkini hep giteyiverdi eken. Twitter'a okşaş. Şuna onun kendinden men emmeni bulap mı yaşlanı hem de yaşlanamaz başlamışlar oldu. Lekin Fransiyada men 50 yaştan töven adamlarınki mutlak köpçülüğü Instagram'diken. Şu sebepten muşundaq tez ve nayt ünümlük şekilde şuncu ola keng adamga yiyilip ketkenlikininki sebebi mavvundi. Onun kendi bundan başkanın kendi Fransiyada masualını emas, men kendi ailaka Huawei erkite degandek işler boldu. Bunun da Instagram'ın rolü markalara karşı 83 markalara karşı kılvatkan jang bulanın hammasini dastlab biz şu Instagram'da başlayıp andan başka yerlerge taqdim etdik degandek. Rahmat nayt yaxşı sözlep berdiniz. Yaqindan buyon şu Fransiyada Huawei qarşı bir hareketler oldu. Bu to'g'ri azroq bir qisqa sözlep bergan bo'lsangiz. Nima Huawei'ninki bu Parij rayonidagi Valduvazda bir viloyat Huawei bilan keng ko'lamlik bir nima hamkorlik o'rnatibdi. Buni bilgandan keyin undan keyin derhal şuna bilen biz bunun karşı kampanyaya başladık. Ben Twitter'da başladım çünkü beni blokladı Twitter'da hem de başladı bismillah demey. Aşı nimeniki Valduvaz'ın vilayeti. Onun kendinden şuna bilen bu yaşlar aylık çaplaş şirketindeki feminist kızlar ve ama bu ösmür ballarınki marka çaplaydıgan ösmür ballar bilen görüşüp ular bilen umumiy şekilde biz bir Huawei karşı hareket qo'zg'adik. Onun keyin kampanya qo'zg'ab şunun bilen men kendinden bütün Instagram'da başladık onu ya. Men keyin ala harekette onun keyin Huawei'nin aldığında namoyish qilish deganlarni Fransuz ballar qildi. Şunun bilen onun keyin bu hareket bekli yo'g'inab ketdi. Bek cho'ng'ib ketib, onun ustiga men ayollar feministlar Uyg'ur ayollariga ega chiqish kerak degan maqolamdan keyin menga Fransuz parlament a'zolari menga bir ochiq xat e'lon qildi men qarta. Dilnur Ayanga javob deb. Gezdi. Şunun bilen onu yazganlarning ichida ve imzo qo'ygan parlament a'zolarining ichida mushu Valduvaz viloyatininki a'zolari ekan. Parlament a'zolari. Şuna men ularni Twitter'da ochiq oshkor oldi nima qildim. Buni qanday tushuntirsizlar men umursizlikni deb. Qilgandan keyin shuni ularning keyin ular andin Valduvaz viloyatining valisiga xat yozdi. Buni bekor qiling deb. Bekor qilib o'tishimiz kerak deb. Şunun bilen onundan keyin bolsa bu hareket texmi yo'g'inab çünkü biz qo'yib bermadik. Hamma yerda davomli taqib. Bu hareket yo'g'inab şunun bilen men keyin Valduvaz viloyatidagi barliq solchil siyosiy partiyalar birlashib ochiq xat e'lon qilib viloyat valisidan Huawei bilan bo'lgan nimani bekor qilib o'tishni talab qildi. Şunun bilen tunugun oxiri qo'shqara ulab Valduvaz viloyati Huawei'ni to'xtatganligini, Huawei bilan bo'lgan munosabatni to'xtatganligini, ammo endi bununki davamlılık to'xtatish uchun Fransiya hukumatininki hamda buningga bir nima kesib berishini bir ochiq Fransiya hukumatininki Huawei'ni Fransiyadan chiqarib o'tamiz yoki chiqarmaymiz deb bir ochiq bir gap qilishini saqlaydiganligini dedi. Shuning bilan hamda biz hozir harakatni butun Fransiyadagi odamlarni qo'zg'ab hukumatga besim qilib hukumatni shundoq degizishga hamda harakat yana davom qilyapti. Birinchi nima bo'ldi qo'limizda birinci basqıçını qo'lga keltirdik, lekin bu texi tugugini yo'q. Ammo bu bir yani haqiqatan odamni xo'jalik qilarlik bir cho'ng nima g'alaba, chunki bir cho'ng viloyatniki Fransiyadagi Huawei bilan bo'lgan aloqasini uzishga majbur qilganimiz va hukumat Fransuz hukumatini oxiri bir gap qilishga qistig'animiz bu bir biz uchun Uyg'ur va erkak uchun intayin muhim bir ish. Yoshlarımızga deydigan yurak so'zlaringiz, axir bir yurak so'zlaringiz bo'lsa, yoshlarımızga bo'lamdi. Bütün Uyg'ur jamoati bo'lamdi deydigan gaplarimiz bo'lsa, degan bo'lsangiz. Shu meniki boya
Benim deydiğim hem de gepning ünümlük bolaylı. Quruq gepni az qilaylı. Apamning gepi var quruq gepdan kaçat yaxshi deb. Quruq gepni az qilaylı. Bularni Uyg'urcha quruq gep degandan kechgacha quruq gep setishni to'xtatib, amaliy bir harakat qilaylı. Bu Abdurrahim G'aniydek masalanga, yana nurg'unlar var. Men Abdurrahim G'aniy darhol esim keldi. Yaqin qishlardan. Ammo nurg'unlarimiz bor. Amaliy harakat qilayotgan shulardek quruq gep qilishni to'xtayli. Shu gapni anglaydigan. Köp rahmet Dilnur Reyhan Hanım. Sizin bundan keyinki barlıq işleriniz oңuşluq tileymen. Yolunuz açık olsun. Şundaq bir ciddi vaqt çıkarıp bu programı kep berginiz için köp rahmet. Rahmat sizga shunday qilib meni so'zga taklif qilganingiz uchun. Dedim